Jigarlarimiz Patxoz suzmaga qarab yo'l oldik. Atmosfera juda ham ajoyib. Obedga yaqin bo'lsa ham yigitlar bilan piknik qilib, bitta mazza qilib sayr qilib kelaylik deb chiqdik. Mana yalpizlar. Ba'da yalpiz ko'p ekan. Gap ochig'i, mana bunaqa manzara Oqtoshda yo'q edi. Immina mana bunaqa. Вообще mazza qu, ha. Patxoz suzma. Nazvaniyasi shunaqa jigarlarim bu yerda. Patxozdagi suzma desa hamma biladi. Alloh qudratiga tan bermasdan iloji yo'q. Mana bu yerda suv yo'q. Buloq. Mana bu yerdan boshlanyapti suv. Toshlarning orasida qaynab, yorilib, chista barjomi bo'lib turib, mana chiqib kelyapti. Bitta gaz urib yuborsa bo'ldi. Barjom bo'ladi haqiqiy. Jigarlarim, mana bu manzarani qarayingizlar. Allohning qudrati bilan chiroyli bo'lib lovalarni ochilib turishini. Biz Patxoz suzma tomonga qarab yo'l olyapmiz. Mana shu yerlarda mana shunaqa lola qizg'aldoqlar, ajoyibotlar bilan chiroyli manzara bilan bo'lishyapman. Like desa bosamiz. Mana shunaqa живой videolar qiziq bo'lsa podpiskani bosamiz. Oh. Ya O'zbekiston. Ya Tojikiston. Jigarlar, hozir mana shu tepalikni ustiga chiqib bitta manzara tomosha qilamiz. Manzara nima deyapti, jigarlarim? Bu tomon O'zbekiston. Oltin topgan, Angren, Toshkent mana shu tomonda. Patxoz suzma deyiladi bu yerda. Bu yog'i Tojikiston mana. Mana o'sha Xujant mana buning orqasida. Mana bu yerda Tabashar degan shaharcha bor. Manzaraga shunchaki odam nima deydi? Tikilib dam oladi bori. Mana qishloqning ajoyibligini. Qolganda choy ichib olsin mana. Juguchgan. Nega biramni yozish kerak edi? Yo'qmi lattapatta? Yo'q, mana lattapatta. Olinglar. Qorin yomon qattiq ochib ketdi-ya. Non bilan suv ham o'taveradi.
Lekin mana bu narsa Ужалась. aytadi boru. Oho. Gap yo'q, abdu shu yigitlar. Non bilan suv ham o'taverardi. Lekin bu narsalar endi pik-ku endi bu yoq. Yerilar nechta oldi zo'sa? Yo'q narsani o'zi o'xshaydi. Milliarderlar ham bunaqa manzarada ovqat yeyishni orzu qiladi-ya. Mana bu olma shekli. Qo'lda ochib tashladim. Qoyilmisiz? Tishda ochadiganlar bor. Bobur ketishingdan oldin yotadigan bor kelishimiz kerak. Men kelaman. Men kelaveram. Mana aytaman, ertadan keyin yomg'ir ekan bular. Olib men seni. Ertadan keyin yomg'ir. O'shandan keyin ichida Sal yondaman. G'az chiqish kerak. Juqtinni g'az senga bor. Mol turmush kerak. Yo, zo'rg'a tutdi bu. Ama hech bir yegim ham yo'q edi. non o'sha kuni. Somsani yangi oldingmi bozordan? Yo'q, o'zi anam. Kadir bomba bo'lyapti hozir. Bu qarab kel. Nash qarab kelganini ham qo'ying. Sen sigirab. Nima deyapti? Kayf. Voy bosilmabdi-ku dedi. 7 minut bo'pti o'zi. Ha, bunda tezlatib beramiz. Ular kimisi bor? Mana bo'lib qoladi-yu. Kamerani qo'yib yugurib keladidan turib keyin video boshlanadigan ovozlar. Ko'rganmi? Ha, montaj qilmagansiz. Ha, montaj qilmagan, boshidan qiladigan yugurib kelib keyin boshlaydi. O'sha naskul tufasini turadi. Более реалистичный o'xshaydi. Na odam qaraydi, nima qilyapti bu deydi. Hammasi mayli. YouTube'da bir ko'rib qoldim. Suvni qanday qaynash kerak? Tuxumni qanday qaynatadi? Pizdet prosa. 10 million. Hozir ishlayaptimi o'shog'i? Yo'q, ancha bo'ldi. Uni so'rashga Pul bo'lmagani uchun yopib tashlagan. bu konkretni bo'lgan. Yo'q, ploshada bo'lgan. Inkubator bor-ku do'stim, haligi jo'jasi bir somon bittasi. Bir somondan beradi. Brat, Bir oyda shundan katta bo'ldi. lekin o'sha nozik nuqtalari bor, bir kunda o'lib qolishi mumkin emas. Sho'jalar O'zbekistonda ko'p Mashina deviga yurmaydigan bola lekin gapi bo'yicha. Brat dedim, oilada qiynalib ketadi. Mana masalan, bolalar reychu uyda charchab keldingiz. Bolalar reychu qilsa, yoqmaydi menga dedim, ko'pincha baqirib qo'yaman. Siz nima qilasiz shunaqa holatda desam? Men ikkinchi uyimga boraman deydi. Ikkinchi xotiningiz bormi? Ikkinchi o'zim отдельно mana shunaqa charchagan paytim bitta o'zim kvartiramga boraman, bitta o'zim bo'laman. Ana shu narsani man bir xonali bo'lsa ham tomoshabin. Для себя, чтобы вот зашел чисто мужская комната, да, мужская хата. Все, что в нем есть, только тебя касается. Я shu narsani plan qildim. Ular bosh o'zlari bilmagan. Bilmagan yani. Qo'y deb shunda uyimga boraman deydi. Bitta o'zim bo'laman deydi. Shunda kiraman, dam olaman, bo'lib keyin dam olib, ertasi kun boraman. Amsterdam falan shu joylarga borib keldim deydi. Biroq nima qilaman, ko'rdingizmi desam. Boshqa men shuncha yuribdi. Bunaqa yurgan bo'lmas. Yangi 22. Har xil odamlar bilan o'tiring, fermerlar bilan. Cho'chqam? Buni quriladi. Ama boshqa bilan kelaveradi. Uzr olma lekin, Bada yurmaydi, to'g'ri. Eshitdingizlarmi? Ya men eshitdim. Yo, men ham eshitdim, boru. Hu dedi, cho'chqa, to'ng'iz ovoz chiqdi. Sizlar ham eshitdilaringmi? Men eshitdim. Yo, ko'pchilik bo'lsa qo'rqadi gap ochiq. Zver bitta
odamni yaxshi ko'radi. Bittaga tarmashishi, bir kishi yurgan. Ovoz chiqqizdi-da. Eshitdingmi? Men ham eshitdim-da. Endi ovozi balandda uni ham endi yerda ko'pirib bergan bu. Tepaga ham qarab qo'yinglar. Orqadan keldi. Ana amerikanskiy ujuz kinolardan bo'lyapti-ya. Sağdan chiqsin. Sherni yolg'iz qoldirmayni, bir-birlaring. Sher olib ketib qolmasin. Sher bor, nima ham bor? Sher bor, nima ham bormi bu? Shakal pakallardan qo'rqmayman, sher turibdi. Jigarlar mana bu ikkalasi uxladi. Biz sekin dalishi mana shu ko'rib turgan Oqtosh tomon Cheres mamlaqasi. Jonibek bratishkam ikkalamiz sekin yo'l oldik. Qani bu yog'i endi hadba ketdi. Ular qoldi. Adboy. Addu shu ya. Tabashar, Xugant, Tojikiston. Bu yog'i O'zbekiston. Biznikilar ko'rib qolibdi dog'i. Tushib ketdimi? Ko'rsatdimi shunaqa. Aha. Yo'q, qanoq. Dalish ketganmi qo'l? Qanoq. Tuman bo'lib Qolgan o'zi. sheringlarchi. Ketvergan moqtar shunaqa bo'ldi. Yoki qattiq gapirganing uchun sen axuya ekansan deb turib olib ketib qolgan. Ovozni eshityapsizlarmi? Shag'dan ovoz kelyapti. Rossa sayrashyapti. Shunchaki mazza bor. Mevalari bor-ku. Dumaloq. Aha. Biz o'zan shunaqa o'q ariqqa chiqqanmiz. Zona yoqda yurganimiz. Ha. Mana bu gullarning chiroyli bo'lib ochilib turishini. Ajoyiboti bu. Ekish shart emas-da, o'zi avtomatik har yili mana shu chiroyli bo'lib chiqib kelaveradi. Ana yer nima u, brat? Nima ekan u yer? Archani sen qalinligini qara. Kimga? Ha, ularga aytdim men. Bratlar dedim, ketdi dedim. Ikkalangiz chiqib kelaveringizlar dedi. Men bitta o'zim ham ketaveraman dedim. Просто звери любит одинокий deb turib. Lekin yomon qiyin yo'l bilan yuryapmiz, lekin bor. Shirin yo'l bor ekan deb yuruvdik. Qiyin yo'lga o'tib ketdik. Brat, по-братски ehtiyot bo'l, mayli. O'zing uchun ehtiyot bo'lmasang ham, men uchun ehtiyot bo'l. Chunki ketdik deb men aytib qo'ydim-da. Ketdi. Champishda urug'i ko'rinay demaydi-yu, brat. Oltin topganda bunaqa etajni uylar bor ekan, bor, qishloq deb yuribman. Mana shu lekin chiroyli ko'rinyapti uzoqdan. Ketdi, brat. Toshdi. Bitta yer silkinsa ketadi, bor. Bir 6-7 bal bo'lsa. Bu tosh
Suvga yaqin kelib qoldik shekilli. Ozgina qoldi, ha yerda sharillayapti. Mana bulbulchalar ham shirillab saylayapti. Tikon kirdi-yu. Qanaqa daraxt ekan endi bular? Suvga kelib qolibmiz, brat. Qoyilami? Suv boshiga keldik shekilli. Mana suv. Barjom. Mashadan chiqyapti ekan, brat. Mashalloh. Yaratganning qudratini mana. Yo'q bu yoqda suv. Mana toshlarning orasidan chiqib kelyapti mana bu yoqdan. Mana endi mana bu yerda sharillab toshlarga urilib pastga qarab tushib ketyapti. Suvni mashqqa olib Obishirindi bulogiga kelib mana oldim. Mana buloq. Mana shunaqasiga tushib ketar ekan. Sveji obishirin. Ketdimi? Suv ichasam. Birinchi qo'l sen bo'layapsan-da bu yerda endi. Buloqdan chiqib kelyapti, sirazi ichyosan. Birat omma gap yo'q. Qanaqa endi bu fokus? Gap ochig'i. Boshqacha baribir. Ketdik. Yo bismillah. Tikonlar bor. Aşağıdan yürüp kelyapti. Bak qarab yo'l olyapmiz hozir. Suv sharillagani bilan kam. Sherigim archani orqasida. Ketdik. Qandoq bu? Adrenalin olyapsanmi ya? Nima deydi? Bilin zirya bo'lyapti degan narsa kelyaptimi? Cho'tkimi? Qoyili, mana shuncha yo'l yurib keldik, bari shuncha roboch ko'rmadik. Mana bu nima deyapti endi? Qoyil, mashalloh. Ketdik. Mana endi bu yog'iga hayot oldinda. Mana roboch. Ol, brat, bitta. Kelaba? Mana roboch. Вообще defitsit bo'lib ketdi, bari shuncha yo'l yurib roboch ko'rmadik. Vash tilla topgandek topdik buni. Mazza. Tilla topgandek topdik buni bari. Naqd 5 soat. Men shag'lan terillab. Qancha mashaqqat bilan qoyil lekin mazza bo'ldi. Hammaga yoqimli ishtaha. Sherzod! Exani qora. Sherzod! Bobur! Ikkinchi odam. Gapimni qaytarmay plos. O'zing iplossan, iplos. Men birinchalik Ishlavasam yomon qilaman lekin, kalaka qilma meni. Mana orqamdan qaytarib izdivatsa qilyapti, yaramas. Mana nihoyat roboch ko'p yerga makoniga keldik. O'yladik, roboch topolmasak kerak deb. Lekin ajoyib. Mana hozircha endi champichni payidamiz. Nasib champich chiqsa yaxshi bo'lardi.
Uxlayotgan sheriklar uyg'onibdi-da, bizga baqiryapti. O'shalarni topib olishimiz kerak. Ko'rinyaptimi? Ey, eshitilyaptimi? Aha, Eshitilyaptimi? kep qopti. Ha! Kema yoqada. Ovozini eshitilyaptimi? Ey, pastga Bor. Pastga yurma, to'g'ri bilan yur. O, tepa bilan yur, tepa bilan. O, champich topdik. Champich kelaveringlar, paket to'lib ketdi. Ravot deplab bo'lmaydigan bo'lib ketdi-yu. Deyveradi, shuni gapirgan eshitilyapti. O, tezroq kelinglar, az boshqalar kelib qolsa, olib ketib qoladi. Mana bu yerda juda ham zo'r bitta ravoch ko'rib qoldim boru. Qani, kattaligini qarayingizlar, bismillah. Xudo tagini ko'ramiz. Mana. Ikkinchisini ham olaylik. O, joniston. Uchinchisi ham uzilib ketdi. Mayli, olib olaylik. Let's go qolganmi? Shunda tozalab olib ketiladi ravochni. Qanligini qara. O'zimga dedi-ku. Yashaysan, ey. No'matda odam. Bo'ladi, brat. Bo'ladi, brat. Ravochlarni terdik mana. Endi sekin obratna qaytib ketyapmiz. Kelishga kelib oldik, lekin charchab tamom bo'lganmiz boru. Masalan shunday qo'yganimizda shu bularni oldiga yetib borasanmi? Qanaqasi? Bundan chiqdi. Haydanib chiqdi. Hozir chiqib ketganimiz. Videoga olmang, rasmga olmang. Sizlarni olaman rasmga. Mashhur qilaman. Mobilograf bo'ldingizmi, brat? Shu molxona shekilli. Kindik yomon bo'lyapti-da. Yomon qo'y. Davom qilamiz, brat. Pastga mo'rab ketaylik. Otamiz siz orqaga. Nima qilamiz? Yurib kelasiz. Oyoq ocha olasiz. Otamiz. Jigarlar mana уже ravochlarni olib, yalpiz teradiganlar yalpizni terib, piknikni, sayrni tugatib sekin qaytib tushib kelyapmiz. Juda ham charchaganmiz gapni ochig'i. Nima deydi? Bir normal yo'ldan yurmaganmiz-da. Mana shu soy bo'ylab yurdik, lekin chiri yo'l yo'q ekan, mana odam yuradigan yo'l. Mana tog' echkilarga o'xshab mana tushib kelyapti, qarangizlar. O'ylashimcha tog' echkilari ham bunchalik bunaqa yerlardan tusha olmasa kerak o. Ular bilmadim, gepard. Bay. Jigarlarim, agar videoni shu joyigacha ko'rayotgan bo'lsalaringiz, like, podpiska, kommentariya, podelиться, qo'ldan kelgancha podpishka qilinglar jigarlarim. Borlaringizga shukr.